Roblox lekin bugun biz mana shunday gigant holatdan ma'lumotga kichkina holat kelishimiz kerak ekan. Oldimizda mitsani ko'rib turgan bo'lsanglar kerak. Xullas biz shunaqa kichkina darajagacha kichray bo'lishimiz kerak ekan. Xullas do'stlar, ko'rayotganinglarday davay biz qanday kichrayamiz bilmayman. Menimcha qanaqadir levellarimizni oshirib kuchaytirib kichrayishimiz kerak. O kichrayaptim. Buni qaranglar, yurganim sari kichrayaptim. Yehey! Mod tursak ham qanaqadir kichrayamizmi deyman-ku. Da betib tursak ham kichirayar ekanmiz. Xullas do'stlar, eslatib o'taman, videoga like bosib, pastdagi kanallar hammasiga obuna bo'lib qo'yinglar. Shuningina bizlar videolarimiz ko'proq va tezroq chiqishiga yordam bersizlar. Tez o'tib obuna bo'linglar. Keyin modlar biza har doimgi an'anaga sodiq qolgan holda sizlar obuna bo'lganinglar uchun sotib olamiz. 2 Robuxga nima ekan bu o'zi? 2 barobar tezroq kichrayamizmi? Da 2 barobar tezroq kichrayar ekanmiz. Xo'p, endi biz kichrayib motishidan o'tishimiz kerak, adashmasam. O'tdik, yaxshi. O'tolar ekanmiz. Davay, keyingisidan ham o'tamiz. Keyingisidan ham o'tib ketdik. 3000 berar ekan. Qani bundan bunga ozgina tiqilib qoldik. Yana ozgina kichrayishimiz kerak ekan. Qancha kichrayish kerak o'zi bundan o'tish uchun? Davay. O'tirib o'tsak bo'lmaydimi? O'tirish yo'qmi bu o'yinda? Yo'q ekanmi deyman-da. Bizlar darajamiz borgan sari kattalashib, lekin o'zimiz kichrayib boryaptik. Xo'p, qani endi o'tib keta olarman balkim. Nimaga bu yerdan kirish iloji yo'q? Nuqul tiqilib qo'yatdim. Xo'p, mayli, unaqa bo'lgan biz 3 ta winni olamizda ketamiz tinchgina bu yerdan. Temurbek, ana bizlar druzamizdagilar ham kelishib boshladi. Xullas, biz yana nima olsak bo'ladi bu yerda? Bular nima? Biz qanaqadir narsa olsak bo'ladi. 2 ta winga olsak bo'lar ekan. Nima bu? 3x. Oldimmi? Nima edi bu shunda? 6 plus 6 barobar kichayib ketyaptik. Bitta kichayishimiz o'zida. Buni qaranglar. 45-levelga yetib oldik. Qanaqa tur? Xo'p, уже 48-levelmiz. Bundan ham tez rivojlanish yo'q. Reverse bor ekan, bolalar. Reverse to'plash qilsak bo'lar ekan. Stopda reverse. Ketdik. Avvaliga ozgina win olib keling. Qancha kichraydimi ekan bir tekshirib ko'raylikchi. Okay, 25-leveldan o'tdik. Mana shundan o'tolmadik, 50-leveldan. O'tdik bu yerdan ham. Keyingisidan o'tolmaymanmi? Ozgina yetmay, ozgina yana kichayishim kerak ekanda. Nima, 8 ta winni olamiz hozirchalik. Va 8 ta winga modday 8 ta winli narsani sotib olamiz. Buni oldi-vatda. Xo'p, mayli. Nimadir topshirig'i bajardim. Xo'p. Reverse qilishga majburlayapti bizlarni. Davay, men o'zim boyagim qanimi? Yash pushti narsa sotib olgandim men. Bo'ldi, oldim menimcha. 30 minusdan ishlayapti. Demak, biz bir reverse'ga 3x ko'proq berar. 60. Yehe! Shu 65-level bo'ldik. Voy, kichrayib boryapti menimcha. Buni qaranglar, stol bilan solishtirganimizda bo'yimizni qaranglar. Qanchalik kichrayaptik. Hop. Boshimiz stol bilan, bo'yimiz stol bilan bir xil o'qolsa zo'r kichray. Menimcha ancha kichraydik. Davay, ketdik. Voy, mana yangi boshlagan o'yinchilar bilan solishtirsa, yelkasidan kelyaptik. Anchagina kichrayib qo'yib biz, davay ketdik. Qattiqcha yetib borar ekanmiz. Menga shu qiziq bo'lyapti hozir. Qani 25 dan o'tdik. Bu yerdan o'ta oldim. 50 dan ham o'tamiz, adashmasam bu bo'y bilan. Endi o'ta olmasak ham bilmadim-da. 75 dan ham o'ta olar ekan biz. Undan ham keyingisidan o'tamiz. Davay 100. 100-level kerak ekan bu yerdan o'tish uchun. Farqi yo'q. Bizda hozir necha? 97-levelmi? 98-level bu biza. Davay, sig'aman. Ozgina u yoqqa bu yoqqa yurib kichrayib olayda. Bundan ham o'tib ketaman, ishonaveringlar. Davay. 100 ga ozgina qoldi. Ketdi. Hoppa, sig'ib ketdik. Normalniy 62 ta win. Chotki, zo'r. 40 ta winga buni olsak bo'lar ekan. Yo'qsa 175 ta win kerak ekanda. Bizda 73 ta. Davay 40 taligini olamiz. Keyin 100 tadan kichrayapti. Davay, reverse ham qo'shaveramiz unga. Ketdik, davay, nima bo'lsa bo'ldi. Xo'p, reverse ham qo'shdik. Ana endi qani bu bizda 0 ga bor ekan. Matrix table. Men ocha olaman buni. Yo'q ekan, Matrix pulga ekan bu. Davay, bizda 2 ta reverse bor. 3 ta reverse bo'lsa 7x kichrayish bor ekan. Davay, hozir bu 100-levelga chiqib oldik-ku. Davay, yana bitta. Hoppa, yana ham kichrayamiz. 7 barobar tezroq kichrayish bor ekan. 236 ga yetib biz o'sha. Mana qaranglar. Ana endi ko'raverasizlar kichrayishi. 106, 110-levelga yetdik. Voy, mittigina bo'lib qoldik. Stol bilan pastki bo'yimiz tenglashdi. Buni qaranglar, kichkinaligimizni. Davay, 137, 138. Qani keyingi 150 da adashmasam, stol bilan teng bo'lib olamiz. Qarab turinglar. 145, 49 va nihoyat 50. Voy, stol bilan teng bo'ldik o'zi ham.
Hop 5 taga 15x bor ekan modni. VIP voy, VIP'larga bor ekan modni bo'ldi. VIP'larga kirsa, no bizda VIP yo'q, lekin 52 Robux deyapti. Jinnimi bular 52 Robux mazaliga qatdan olaman. Undan ko'ra ketdik. Bir aylanib kelaylikchi birinchi levellarni. Okey, boyagi tiqilib qolgan joyimdan endi o'tib. Voy, eshiklar namuncha katta. Men bemalol o'tib ketyaptim bu eshiklardan. Sal eshiklarni kichraytiringlar, buni qaranglar. Easy o'tib ketib qo'yaptim. Easy. Modni kuchaytirsam bo'lar ekan, bo'ldi. 5 ta vinga ekan. Vinim bor. 100 ta vinga. Orqamdan tezlik ham o'tar ekan. Chotki zo'r ekan. O'yin menga yoqishni boshladi, do'stlar. Sizlar bo'lsa bunaqa o'yinlarni ko'proq ko'rishni xohlasanglar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shundagina bizlar videolarimiz ko'proq va tezroq chiqadi. Okey, 150-leveldan ham o'tamiz. 175-levelga kelgisi yo'q. Bunga hali beri kuchimiz yetmaydi. Shuning uchun 484 ta vinni olib ketamiz. Keyin 480 600 ta vinga 400 qo'shadigan qilsak bo'lar ekan. Voy, ketdik, davay. O'shani olamiz. Keyin adashmasam modda yana bitta sotib olsam bo'ladi-da 4 Robuxga. Davay bizdan nima ketdi? Sizlar videoga like bosib, obuna bo'lib turinglar. Biz yana ham kichkinalashib, chumoliday bo'lib olamiz. Chumol odamga aylanib olamiz hozir. O'zi 473 dan qo'shishni boshladi. Voho. Davay 125-level nima? Eshiklar rosa katta bo'lib ketibdi. Buni qaranglar. Kattaligini qaranglar eshiklari. Tak 484 buni ham olamiz. O'zi 1k kubigimiz bor bizda, win rate'imiz. Buni olamiz. 600 ta qo'shadi. 5k dan beryapti shu o'zida. Xo'p, keyin store'da nimalar bor ekan? Arzonroq nimadir yo'qmi? Yo'q, yaxshiroq narsa yo'q-da. Xo'p, trialsga o'tamizda. Trialsda 1k ga 100k ligini olaylik. Keyin bitta reverse berib yuboramiz. Davay ketdik. Endi 8k dan qo'shyapti. Agar bunga o'tirgan bo'lsak, yana bitta reverse tayyor. Bu degani reski bunga o'tib keta olamiz degani. 12 dan qo'shyapti. Agar men 15x ga kiradigan bo'lsa 54 dan qo'shyapti. Bo'ldi, biz pakana odamchiga aylanib oldik. Buni qaranglar, stol bizdan katta bo'lib ketdi o'sha. O'sha 200+-darajaga chiqib ketdik-da. Menimcha o'yindagi eng tez ko'tarilgan odamlardan biri bo'ldik biz. Hozir 250 dan yana ham kichrayamizmi deyman-a? Qaranglar. Mo durizamda odamni belidan kelyaptim-ku. Tak yana ham kichraylik 200 adashmasam 250-darajada men stolga tegigan kirib keta olaman. Voy, men stullarga tegib kiryaptim. Men stolga tegib kirib kelyapti. Ozgina kichraylik yana. Opa, stol tegiga ham kirdik. Bo'ldi, buni qaranglar. Voy, kichkinagina odamchaga aylanib qoldik. Tak, endi bu kichkina odamchaga aylanganimiz sharofati bilan qani bir ko'raylikchi, qatkicham borar ekanmiz. Eshiklar kattaligini qaranglar. Bu zo'rg'i siqqan eshiklarimiz gigant bo'lib turibdi, gigant. Mendan 50 tasi kelsa ham sig'ib ketadigan darajada-da. Davay, ketdik. 150-darajaga oz qoldi-da. Voy, bemalol o'tib ketyapti. 125-chi, 150-chi. Davay, 175-chi boymasdan o'ta olmagandim. 200-chi. Bu yerdan ham o'tib ketamizmi deyman? Voy, 225-chi. 250-darajadan ham o'tamiz. Zo'r. 30 ta win. Boy, 30 ta win olib keldim-ku. Bittasi borib kelishdi. Tak, 30 ta winga nima olsak bo'ladi biz? Mana olsak bo'lar ekan. Tak. Shuni olib ketamizmi, nima deysizlar? Davay 30 tani olib ketamiz. 18 dan qo'shyapti. 546 ming qo'shyapti. Yo. 31 ming. Keyin biz moddan sotib olinadigan narsalar bor. 50 mingga olsak bo'lar ekan. Davay 50 mingta speed to'plab kelaylik. Easy ku bizga borib kelish. 275-chi. Даже ko'rinmayapti ham, nima teshigimizda. O'sha o'tib ketdim. Yo, 84 mingta win. O'sha bizda 115 mingta bor. Tak, bunga endi qiladigan ishimiz 100 kaligini olib ketamiz bu yerdan. O'sha 1.800 dan beryapti-da. Xo'p, biz bu pulga moddan 50 kaligini olamiz. Ya'ni voy, tuxumlar yo'qmi ochadigan-a? Bironta tuxum ochib, hech bo'lmasa kuchayib ketsam, desam, o'sha bizga kerak emas-da tuxum ochishda. Tak, bizda 5 ta reverse bor. Agar 15 ga o'tirgan bo'lsa 8 milliondan ko'tarilyapti levelimiz. O'sha 300-levelga yetdik. Voy, men kichkina bo'lib ketganimizni qaranglar. Voy. Shunaqa ham kichkina bo'lamizmi? O'tib ketishimizni qaranglar stollar tiylardan. Voy, tiqilib qolamiz hozir. Tiqilma. Voy, rosa mayda bo'lib ketdik, O'zim ham g'alati bo'lishni boshladim maydaligimdan. Borgasar kichayib ketyaptik. 337 bo'lib ketdik levelimiz. Xo'p, bundan tashqari bizlar adashmasam teleport boshqa worldlar bo'lish kerak-da bu yerda-da. Boshqa worldlarga ham o'tib ko'raylikchi. Potion damlamalar bor ekan, bo'ldi. 10 ta reverse bo'lar ekan. Yaxshi, tushunarli. Tak,
Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bizlar 348-level. Bizda reverse qancha nechida edi? 150 da reverse qilishim kerak edi. Men o'sha 350 ga yetib keldim-da. Xo'p. Voy, o'tga tiqilib qo'yatdim. O'tga. Tak, teleport bo'lsa bo'ladi. 15 ta reverse kerak ekanda. Mayli, 15 ta reverse biz uchun hech narsa emas-ku. Davay ko'proq kubok to'plab kelaylik-chi, bir aylanib atroflari 350-darajaga yetdik, bolajonlar. Qani? 75-level. Easy. Voy, 125-levelli eshigini kattaligini qaranglar. 150-levelli eshigi. 200-levelli eshigi. Namuncha katta bu 225-levelli eshigi. Bu ham biz uchun anchagina katta eshik bo'libdi. 250, 275-niki ham katta. 302 ham katta bizga. 343-levelliki ham katta. Voy, 365 ga lekin sig'mas ekan bizga. Nam, rosa kichkinami deyman-da, vobshim kichkina ekan bu eshik. Tak, unaqa bo'lgan bo'lsa 660 mingta win. Ol buni 775 mingta winimiz bor bizda. Tak, bizda nima olsak bo'ladi? Bizda bu yerdan moddan 200 ga qo'shar ekan. Davay 400 ga winli narsani olamiz. Keyin mana yugurish tezligini ham oshiraylik. Mana 500 ga ligini olib qo'ysak, biz tezroq yuguramiz adashmasam. Nu, to'g'rimi? Tezroq yuguramiz-ku. Ha, speedimiz oshar ekan-da. Mana speed oshyapti. Bizda o'zi 30 speed bor. Boyagidan 30 barobar tezroq yuguramiz. Bundan tashqari biz reverse ham qilib turishimiz kerak bo'ldi. Vobshim kichkina bo'lib ketdik. Davay reverse qilaylik, tezroq rivojlanamiz. Ketdi bitta reverse. O'sha 275-daraja. Turgan joyimizda reverse qilaversakmikan, nima deysizlar? Mana bitta harakatlarni qo'ysak, o'zi reverse-da bizda-da. Mana yana bitta. Voy, ko'tarilib ketyaptik. Voshcha tez kuchayaptik. Ketdik 250-darajaga bittada chiqyaptik mana. Bitta yuraman. O'sha 268-daraja. Yana bitta reverse kerak deyapti bizga. Bittada qancha qo'shyapti o'zi? 46 million. Agar mod keladigan bo'lsa, 200 million qo'shyapti. Mana sizlarga kuchayish. O'sha bitta harakatlangani 300 millionga o'tib ketib qo'yapti-ku. Men ham reverse ham rosa ko'p tezlik qo'shib tashlar ekan. Davay. Mana bitta harakatlanib olaman, o'sha yana reverse. Tayyorda bizga. Bu o'yinda rosa tez rivojlanar ekanmiz-ku. Men nimaga sotib oldim o'sha Roblox'ni wall qilib olib. Ketdi yana rivojlanish. 15-reverse oldik menimcha. 14-sini olib biza. O'sha 15 ga o'tdik damda. Hop. Qani. Yana 15-reverse ham oldik. Davay. Reverse. Shu reverse ham bo'lmay qoldi bizda. Dachi reverse ham o'tib ketdi. O'yin lag berib qoldi valla. Xo'p, o'yinga qayta kirib chiqishga to'g'ri kelib qoldi, chunki o'sha o'yin qotib qoldi men tez rivojlanavergandan keyin. Buni qaranglar. Voy, yana ham kuchayamiz, yana ham. Voy, o'sha yo'l bu ketaman hozir yer sayyorasidan. Davay. Qani. O'sha o'yin yana qotdi. Yo'q, endi ishlab ketdi. O'yin qotyapti ham, ishlayapti ham. Bilmayapti nima bo'layotganini. Vobshim, o'zi o'qidan chiqib ketdi koinot deydi-ku, o'shnaqa bo'lib qoldi hozir. Tak 525 milliondan kuchayapti-da. Agar modda 15x keladigan bo'lsa, 2 milliarddan qo'shilyapti. 2 milliard. O'ylayaptinglarmi? 2 milliard. Shuncha-ya. Davay, men teshiga oxirigacha borib ko'raylik. Men oxirigacha bormadim. Shu teshiga oxiri nechikina? Shunga ham qiziqib ko'raylik. Davay. Sal kichirayib olaylik. 500 mi 600 bo'laylik, yana ham kichirayib ko'ramiz keyin. Davay, bizda 460-level bor. O'tga qilib bo'lib qolyapti-ku bu o'yinchi. Shunchalik darajada kichkina bo'lib ketdikmi, ha? Voy, bu chumolidan ham kichkina bo'ldik, Teshilarga o'tib ketishimizni qaranglar, teshilardan yonidan chiq. Mo eshiklariga oldi sig'mas deganimda, ona qaranglar. Bizdan mingtasi kirsa ham sig'adigan darajaga keldik-da. 225-level. Easy, 250, easy, 275, easy, 300-level. Oson bundan ham o'tib ketamiz. Chumoli odamga aylandik biz hozir. Davay, 400-level. Oson o'tib ketaman. 450-level. Voy, 510-level ekan keyingisi. 14 million berar ekan. Davay 14 millionni olamiz. Tak 14 millionga nima olsam bo'ladi men? Dachi ko'rinmayapti-man. 14 millionga nima olsa bo'ladi? Tak 500 million ekan, 100 million. 10, 25 million, 6 millionlik narsa bor ekanda. Tak mengachi 25 millionlik ham olgim kelyapti-yu. Davay mayli. Endi yana ham tezroq kuchayamiz. Agar hozir 15x ga boradigan bo'lsam, ko'raversizlar qanchalik darajada tez kichirayishimizni. O'zi 475-levelmizda bolalar. Bundan boshqa kichiraymaydi bu personaj. Yo-mayo. O'sha 500-levelga yetdik. 500-level. Agar reverse olsam o'ylayversizlar endi u yog'ini-da. Davay ketdik.
boshqa olamga teleport bo'lamiz. Uje rasksayib ketdik. Keyingi olam bizda yangi mahsulotlar, yangi narsalar bilan davay ketdik. Kichkina odamcha birinchi level. Biz hozir 500-leveldamiz. Bu yerda ko'proq kubik beradimi? Da, voshchi ko'p kubik beradi. Ko'proq ham gapmi? Voydod, milliardlar beryapti-ku bu yerda. Hozir biz 500-levelgacha borishim kerakmi? 500-level bo'ldim-da menda. Qanaqa turib kuchayib ketdim voshchi. Bu o'yin oxirgi nechigacha-ekan? Da 275. 580 milliard kubik beraman deyapti 300-levelni o'zida. Devaldan ham o'tib ketsam bo'ladimi? 450 510-levelga yeta olmadim-da. Davay. 510-levelga yetib olaylik, mashtadan ham o'tib ketaman. Qaranglar bolalar. Mana u yoqdan bu yoqqa yurib tursak bo'ldi ekan. 7 trillion win. 7 trillion win. Uy shuncha win-a, davay 510-dan ham o'tib ketaman. Necha beradi? 11 trillion. Ol buni. 11 trillion bor-da bizda hisobimizda. Tak 11 trillionga nima olsa bo'ladi? 5 trillion ekan, 20 trillionga yaxshiroq narsa olsa bo'lar ekan. Davay 5 trillionga olamiz. 5K dan kuchayapti-da biza. Bizlar reverslarimiz bitta revers qilaman. Davay. Yana bitta revers qilish ketdi. Voy, revers qilib kuchayavsam bo'ladi-da. Yurganimni o'zida revers ketyaptim-da. Opa, yana bitta yetib olamiz. Ketdi. Bizga 20 ta revers kerak. 125x tembol yana qo'shadi agar. Davay, bir ikkita yuraylik. Ketdik mana. Qancha ketdik? 20. Agar mod ko'targan bo'lsak, o'sha 8-levelga yetib oldik. 8-level o'ylayaptinglarmi? Shunchalik kuchayib ketyaptikmi biz? Tak, bizda 11 trillion bo'lsa, davay buni tezlashtiradigan ham olishimiz kerak. Biz hozir million. Eng tezi 100 millionmi? Undan tezi yo'qmi bu yerda? 100 milliondan tezi yo'q ekan bolalar. VIP bor ekan. Tak, 15 ta 20 eng yuqorisini olib biza temboli biza. 858-level. Davay ketdik. Keyingi anaqaga o'tish qanaqa? Nechta revers so'raydi? 37 ta revers easy o'tiraman-ku men. 8-levelgacha davay go. 8-levelgacha boramiz. Tezligimiz oshgani sezilyapti. Ancha oshdi tezligimiz. Chunki dahshat katta summa to'plab keldik-da bizlar o'zi ham kuchayish uchun. Hoppa, 300-chi, 343, 365, 400, 450, 510 dan keyin o'tolmagandiga davay ketdik. 400, 700, 800, 900 ga yetamiz bizda. Nima mayli, 83 trillion olib ketsak bo'ladi. Ta 100 trillion kerak bizga. Yana ozgina trillion olib kelaylik. Bizda 177 trillion summa bor-da. Bunga nima olsak bo'ladi? Bir ko'rib chiqaylikchi. Bu yerda 75 trillion, 250 trillionga bor ekan. Voy, yana bitta borib kelishim kerakmi? Mayli, yana bitta borib kelar ekanman. Va bizda 260 trillion anaqa bor, kubik bor. 250 trillionga yana tezlik olamiz. 100 trilliondan beradi. Bir qaydan beryapti bizga. Tak, davay biz bu pullar hammasiga revers qilamiz. Bizga 37 ta revers kerak. 37 ta reversni bitta to'plab yuboraman men. Xavotir olmanglar, chunki bizda bitta harakatlarni qo'yganim o'ziga 700 bo'lib ketyapti. Tiq, bitta harakat 787. Ikki modda yana revers bosganimga ham juda katta kuch beryapti menga. Voy, yana revers uryapti. Voy, dod. Nechta bo'ldi bizda? 24 ta revers. Davay, yana 13 ta, 12 ta kerak yana. Davay. Va nihoyat 950-level va 37 revers. Qaranglar. Bitta harakatlanaman, kichrayib, uje nechinchi levelga chiqib olaman. Bitta harakat o'zi 2-level. Yo, bir sig'idan beryapti-da. Tak, ketdik, keyingi worldga o'tamiz. Uje bu o'yinni bugunning o'zida tugatib qo'yadigan o'xshayman men. Uje 970, voydo, nechidan beryapti? 37, 350x. Jinnimi bular? 115 sig'idan beryapti. Uje 1000-level bo'lib ketdim. 1060, 1070-level bo'lyaptim. Davay ketdik, bir aylanib kelaylikchi atroflarni. Xo'p, ketdik. Qanchadan beryapti? Kubik o'zi 730 trilliondan beryapti 50-levelda o'zida. Davay 100-level, 125. Voy, biz hozir 1000-levelgacha borishimiz kerak-a. Uni ham kuchaytirib bo'lmaydimi? Bundan keyingi kuchaytirish ham yo'q. Bu ham kuchaymaydigan qilib qo'yishgan, yaramaslar. Nima mayli, ketdik oxirigacha. Dalcha boramiz. 1000-levelgacha boramiz bugun. 900, 1000, 1111. Necha? 182 sahi. Nima olsak bo'ladi bunga? SP bor. SXga nima olsak bo'ladi? Yo, avval SX, keyin SP kelar-da bu yerda. Birinchi SXga hech narsa bermas ekan. O'shan avval kuchayib ketyapti-ku, SXga hech narsa bermayapti-ku bular.
Yo, davay yana bitta reverse qilamiz ko'proq hozircha. Xullas, men narigi olamga o'tib, eng kuchli boyaga unaqani olib kelishim kerakmi deyman. Men kuchaytirgichchi, chunki bu tek kuchaytirgichlar juda qimmat. Ot kallasidan narx qo'yishgan bu yaramaslar. Ketdik. Bizda pulga qanaqasidan beradi? Superdan bersa kerak mana shunda. Mana sixi. Voy, bir sixadan beradigan. Voy, OKga o'tib ketadi-ku levelimiz. Ana endi ko'rasizlar kuchayishni. Tak, qaranglar. O'tib o'tamiz-da. Davay bitta biz reverse qilaylik. Bizga 47 ta elite reverse kerak ekan. Da elite reverse to'playlik hozircha birinchi o'rinda. Bizga eng keraklisi. Va nihoyat 50-reverse. Ana endi ko'rasizlar sizlar kuchay. Voy, yiqilma. Jijjigina unaqaga ham yiqilib tushyapti bu pakana. Chumoli odam. Voy, 1.5 minginchi levelga chiqib ketdik. Mana qaranglar. Rivojlanishni ko'rsanglar-chi, rivojlanishi bolalar. Mana bu chumoli odam deyiladi. Chumoli odamning kuchi bu. Mezos chumoli odam. Kommentariyani portlatib tashlaylar Mezos chumoli odam deb. Lekin pastdagi kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar, kommentariy yozinglar. Biz 155-levelga voy dod. Uje aytolmayapman bu sonni nechinchi levelimiz? 1.5 minginchi levelimizda uje. Tak, unaqa bo'lgan bo'lsa, tak, biz yangi kuchaytirgichlar olishimiz kerak. Uning uchun ketdik, davay. Levellar bosib o'tamiz. Easy biz uchun bu levellardan o'tish. Uje 1.5 ming bo'yatibdi bizlar levelimiz. 900-chi, 1000-chi, 1111, 1200, 1400, 1600 ekan bu yog'iga. Nimayli, bizda-chi 2.5 SP win beribdi. Tak, SPga nima olsak bo'ladi? 1 SP ekan, bu yo'q. Bizga 2.5 bo'lsa, mana mashinaga pulimiz yetar ekan. Voy, 9 million pul beryapti-ku bizga. Voy, anaqa ham ishlamayapti. Yo'q, ishlayapti, endi ishlashni boshladi. 1000 voy dod, 1590-levelga yetdik. O'sha 1600-levelga yetdik. Boyagidan ham ancha uzoqqa keta olamiz deganda bu. Xo'p, agar men ko'rayda, keyingi worldga o'tishdan qancha so'rayapti? 150 55 ta anaqa. Belgi. Bu belgi nima bu o'zi? O'yinni yutishim kerakmi shunda? Yangi world ochiladimi menga? 55 plus bitta level ko'tarilish nima degani? 55-anaqa. Reverse nima bu? Qayerdan oldim men buni? Reverse 50 deyapti. 50 ta reverse qilishim. 75 ta reverse kerak ekan bizga bunga o'tishim uchun ham alohida. Voy, biz hali yana ancha kubok to'plab kelishim kerakmi deyman-ku? Adashmasam boya mana shunda tiqilib qoluvdiga. O'tib ketamiz. Bu yerdan ham easy. Voy, oxiri ekan. What? Oxiri. Yo, oxiri emasmi bu? Yo, oxiri emas. Eshik ko'rinmayapti prostaga. Level ham ko'rinmayapti. Nechinchi levelga chiqishim kerak u yoqqa o'tish uchun? Men tushunmadim. 6 SP berar ekan, bu yerda 601. Yo'q, bu oxiri bolalar. Bo'ldi, bundan keyin yo'q o'sha. 601 SP-dan berar ekan. Bo'ldi, biz mana shu oxiriga yetib keldik biz bu o'yinni o'sha. 808 mod 9 SP-da o'ndan olsak bo'lar ekan. Endi reverse qilishim kerakmi u yog'iga? Bizda 15 SP bor. Bizda bu pul 1508 yetmoqdi yana. Nimadir olgim kelyapti, faqat ozgina yetmay qo'yapti. Jichi yetmay qo'yapti. Davay yana bitta olib kelaman. Menga farqi yo'q. 800 bizga six kerak, 800 six kerak ekanmi-da? Yo'q, qay ekan bu? Davay sixni topaylik tezroq. Xo'p, endi bu pulga biz hozir 15 SP-ni olamiz va bizlarga shunaqa tez ko'tarilyapti. 3 desilliondan ko'tarilyapti. Davay bizgacha nechta 75 ta reverse kerak edi. Let's go, to'plash kerak reverse'larni. Va oxirgi reverse va bizda endi assistantga natini oshirishimiz kerak ekan bitta. Bosdim. Voy, reverse'larimiz 0 ga tushar ekan. Bizlar ham 0 ga qaytib tushib keldik. Eng qizig'i tezligimiz qancha oshyapti? O, yana bir marta 0 ga tushishim kerak ekan. Yana bir marta boshiga ko'tarilishim kerakmi men hali yana bu o'yinni? Voy, bitta mana shu uchun biz hozir Jupiter World shu worldga o'tishim shartmi-da, bolalar? Nima keragi bor edi shu world bizga? O'zi normalniy ketib turuvdik hayotda. Yaxshigina ko'tarilib, bizlar ham boyib, ko'tarilib, zo'r bo'lib ketayotgandik. Shu kerakmi-da sizlarga? Shu kerakmi-da deydi-yu. Xullas, unaqa bo'ladigan bo'lsa, davay yana boshdan o'tishimiz kerak ekan bu o'yinni. Lekin yaxshi +5 bilan ko'tarilyaptik. Oldinga nisbatan yaxshi ko'tarilish. Tezligimiz vobshim sekin ham xijolat bizlar oldimizda.
ikkita mingga ma'no olsak bo'lardi. Bu keyin rivojlanish yana ham boshlardi. Modda reverslar bor edi. Revers qilsak bo'lardi. Bu eng kerakli narsa bizga revers bo'ladi bu o'yinda. Reversdan boshqasi umuman kerak emas ekan bizga. Buni qaranglar. 50-levelga yetdikmi? Davay yana bitta revers qildik, yana 50-levelga yetgan bo'lsang. Davay ketdik. Yaxshi kubok ishlaylik endi ozgina yana 38 41. Oho, normalniy ko'tarilishimiz normalniy 35 plyusdan beryapti. Hozirchalik 50-ga o'ta olamizmi? Yaxshi, 50 dan o'ta olamiz. 75 dan ham o'tib ketishim kerak edi plan bo'yicha. Davay 75 dan o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, 75 dan ham o'tamiz. Endi bizlar oldinda 22 ta win kutib turibdi. Bu 22 ta winni olamiz va bizaga 8 ta winligini olar ekanmiz. Boshqa yo'q ekanda bizada. Nima mayli. 84, 86 levelga yetib ketdik. Yo'q, anchagina kuchayib ketdik, bolalar. Davay yana bitta borib kelaylik-da. Ko'proq kubok to'plab kelaylik. Yana bitta kuchayamizda rebels qilib, vobshim katta kuchamiz levelimiz. Mana shu 75 dan hozir o'ta olmagandim. Mana o'tib ketamiz. 100-leveldan ham o'taman. Bir deganda. Davay ketdik. 125 dan hozircha o'tmay turaman. 62 ta winni olamiz biz hozir. Va 62 ta winni 40 tasiga buni olamiz. Xo'p, ancha zo'r. Bitta rebels qilib yuboramiz. Rebels bizga foyda keltiradi. Davay yana bitta rebels qilib yuborsak ham bo'ladi bizada. Davay yana bitta rebels. Bizdan nima ketdi, to'g'rimi? Tak, bizga 5 ta rebels va zo'r kuchayish darajasiga chiqamiz. Hozir 7x ko'tsak, ko'raversizlar. Shu keyingi rebelsga yetib keldik. 14-levelli rebels deyiladi buning nomi. Xo'p, 1400 dan beryapti. Agar 15x ko'tadigan bo'lsak, 6k dan beryapti. 15x da 6k nima ekan? Tak 14x. Endi 14x ko'tdik. Biz hali uch ko'p bermoqda. Xo'p, ana endi ko'proq level to'plab, uzoqroqqa borib kubok to'plab kelishimiz kerak. Uning uchun sal yana kuchayib olishimiz kerak. Let's go. 200-level bo'lsincha borib kelamiz. 200-level bo'ldik. 0 dan ko'tarilyaptik. Yonma-yosh kerakmidi shuncha ko'tarilish bizga? Xo'p, 25-levellardan bo'y qanaqa zo'r o'tayotgandim. Raketa bo'lib uchib ketayotgandim, raketa bo'lib o'zi ham. Xo'p, biz 200-levelgacha borishim kerak. O'sha yerda kuboklar to'plab, yana ham tezroq rivojlanishimiz kerak. O'yinni tugatishimga oz qoldi. Ozgina qolganda-ya. Lekin oxirga boruvdim mana shu yo'lda. Xo'p, 200-leveldan ham o'ta olaman. Davay ketdik. Keyin 225 dan o'ta olmayman. 308 ga kubok berdi bizga. O'zi bu kubokni nima olsak bo'ladi? 2,5 kalik buni olsak bo'ladi. Va bizlar rivojlanish tezligimiz yana ham oshadi. Agar reversga bosadigan bo'lsak, ko'raversizlar o'zingizlar qanaqa rivojlanishi. Xullas, do'stlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar. Agar shu video ostida 1000 tadan ko'p like yig'ilsa, davomini chiqaramiz. Hammaga xayr, uylaylik.